Guardiola Husanov haqida oxirgi ma'lumotni berdi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Ekstra Sport dolar ro'yxatdan o'tsangiz 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hozirroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. Angliya Premyer Ligasi chempionligi uchun kurashda o'zidan 6 ochko ilgarilab ketgan Arsenalni ta'qib qilayotgan Manchester City 26-tur uchrashuvni o'z maydonida o'tkazadi. O'tgan turda Enfieldda Liverpoolni 2-1 hisobda yengib qaytgan Pep Guardiola shogirdlari bu gal o'z muxlislari ko'z o'ngida o'rta o'yinlar jamoalardan Fulham bilan o'ynaydi. Bo'lajak bahs oldidan Pep Guardiola ko'pchilikni xavotirga solgan mavzu Enfieldda boshdan jarohat olgan Abduqodir Husanov haqida so'nggi ma'lumotlarni berib o'tdi. Pep Guardiolaning aytishicha, Abduqodir Husanov Fulhamga qarshi o'yinga maydonga tushishga tayyor. Husanov ancha yaxshi holatda va o'ynay oladi, dedi City bosh murabbiyi. Husanovning ingliz tilini bilish qay darajada yaxshilanayotgani haqida so'ralganda, Pep qo'shimcha qildi: "Tan olaman, Abduqodir hali ingliz tilida William Shakespearedek gapirmaydi, lekin uning tilini o'zlashtirish tobora yaxshilashib bormoqda. U biz bilan nima xohlayotganimizni, gaplarimizni to'liq tushunadi", dedi Pep Guardiola. Qadrli do'stlar, siz nima deb o'ylaysiz? Abduqodir Husanov bugun asosiy tarkibda maydonga tushadimi? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.